Bo'yim 170 santimetr. Norma bo'yicha meni vaznim qancha bo'lishi kerak? Bu narsa hammada individual hisoblanadi. Ya'ni 3 ta turga bo'linadi inson tanasi: ektomorfniy, mezomorfniy va endomorfniy degan. Ya'ni bu sizni bo'yingizga nisbatan suyagingizni yo'g'on va ingichkaligiga qarab o'lchanadi. Idealda, ya'ni bo'yga nisbatan 110 ayriladi, me'yorda esa bo'yga nisbatan 100 ayriladi. Lekin bu yoshingiz ham inobatga olinadi. O'smir yoshida boshqacha, ya'ni 40 dan keyin boshqa va qariyalarda umuman boshqacha hisoblanadi. Shuning uchun hammasi jadval bo'yicha hisoblanadi va bu individual belgilanadi. Yoshingiz 25 da va bo'yingiz 170 bo'lsa, idealda -110, ya'ni bo'yingizdan ayiramiz. Lekin sizni bo'yingiz juda baland bo'lmagani uchun ko'rinib turibdiki, suyagingiz juda ingichka emas, shunda -110 qilsangiz bu me'yor hisoblanadi. Idealda 110 dan ayirsak 60, lekin sizni bo'yingizni inobatga olsak va suyagingiz ingichka emasligini inobatga olsak 100 bu me'yor hisoblanadi. Shunda sizni vazningiz 70 kilogramm bo'lishi kerak.